Assalomualaikum. Bugun bog'imizda kerakli shoxlarni olib tashlab, kerakli shoxlarni qoldiryapmiz. Meva beradigan shoxlarni qay tarzda qilayotganimizni ko'rib, o'zlaring baho beringlar. Bu nok daraxti. Kerakli shoxlarni shu tarzda olib tashlayapmiz. Shoxlar juda ham ko'p va kerakli shoxlarni mana shu tarzda qoldiryapmiz. Bu keyingi yilga Xudo xolasa bu meva beradi. Keyinchalik buni yotqizamiz. Yotqizilgan shoxlardan qoldirilmaydi. Yangi shoxlarni hammasini kesib tashladi va shu asosiy qismidan o'sgan shoxlarni qoldiramiz shu tarzda. Shu tarzda ishlarimizni davom ettiramiz. Bugun havo ancha sovuq, shunga isinyapmiz hozir. O'tyapti.